Shu yerga doktor Farhod Usmonovga kelishimdan oldin, bundan 1 yil oldin tishlarim juda ham stomatit bo'ldi. Bir necha yil oldin boshlangan stomatit katta yaraga aylanib, temperaturam umuman tushmay 1,5 yil davomiga tinimsiz har xil davolar qilib, har xil doktorlarga uchrab, chorasini ko'rishga harakat qilganman. Hech yaxshi natija bermagan. Keyin Qashqadaryo viloyati o'zimiz tomonga yaxshi doktorlar ham ko'p, lekin o'shalarga uchraganimda birida sizga implant qo'yib bo'lmaydi, chunki tishlaringizda yemirilib, suyaklari yemirilib ketgan. Ham juda katta yaraga aylanib ketganda mana Farhod Usmonov ko'rganlar. Shu payt 7-8 ta yara tinimsiz bitmay, oxirgi paytlar temperaturam 39, katta temperatura bilan yuradigan bo'lib qoldim, dori ichib, ukol olib, tinimsiz. Shundan keyin majbur bo'lib meni ozroq davolanib o'sha bir doktorga qoplama tish qo'ydirdim-da, olib qo'ydilar ekan tish. Yaxshisidan qo'ydirdim, bu ham keramika, yana hozirgi zamonaviy tishdan qo'ydirdim, anchaga tushib. Chunki implant sizga bo'lmaydi degan uchun ishonib, endi tishsiz yura olmaysiz. Hali endi yashashdan umringiz katta. Shuning uchun qo'ydirdim, lekin undan keyin battarlashib ketdi. Yaxshi tomonga o'zgarmadi. Battar yaralarim juda ham kuchayib, keyin больницаlarga tushib qoldim ko'p. Faqat tinimsiz har 10 kun bir hafta yaxshi bo'lsam, 10 kun shu yotib, doktor, hamma doktorga borib yurdim, davolanish chorasini ko'rib, hech kim ham antibiotik ola olmasdim. Shu sababli hech kim davolay olmadi. Deya olmayman, u tabiiy usullar bilan harakat qildi. Bo'lmadi, oxiri keyin YouTube'lardan qidirib Toshkentga o'zim, shu o'g'lim ham shu yerga yashaydi, o'zimiz ham shu yerda turganimiz uchun oxiri YouTube'lardan topib, ko'nglim urgan 4-5 ta doktorlarga bordim. Ulardan shu Toshkent shahrida ham 4-5 talari juda yaxshi mutaxassislar, tishimdagi ahvolni, ukol ololmasligimni bilib, ham suyaklar umuman erib bitganligini bilib, jag' suyaklarimni qo'yishni tavsiya berishmadi. Chunki qo'ysa yomon oqibatlarga kelish, olib borish ehtimoli bor deyishdi. Yana umidimni uzmadim. Farhod Usmonov yana oqtarib, shu yerga kelganimda umid uchqunlari menga uyg'ondi. U kishi harakat qilamiz, avval Xudodan, lekin biz shunga harakat qilib qo'yib beramiz dedilar. Nodirjon doktor, hozir familiyalarini eslolmay qoldim. O'sha kishi bilan hamkorlikda menga implant ko'chirib, keyin suyak yetishmovchilik bo'lgan joylarga endi o'zlarini ishlari bo'yicha nimalardir qilib, o'sha narsalarni qo'yib, tez kunda ish qilib, 10 kundan keyin men qiyinchiligini bilganim yo'q. To'g'risi endi hammasini bo'ynimga olib kelganman. Bundan katta og'riqlarga tayyor bo'lganim uchun hech qachon menga bu ishonch bilan kelganim uchun og'riqlar ham sezilmadi, bilmadim. Qo'llar dard ko'rmasin, Nodirjon bilan birgalikda operatsiya qilib, to'g'ri operatsiya uzoqroq davom etdi, chunki meni og'zimga bir dona ham tish qolmagandi. Hammasi suyaklar yiringlab, tamom bo'lib ketgandi. Yaralarni tozalab, o'shandan keyin implantni o'rnatdilar. Adashmasam o'zlarining mutaxassislari bo'yicha o'sha suyak yo'q joylarga nimalardir qo'ydilar. Xullas kalom, Xudoga shukr, 12 ta implant, yuqoriga 6 ta, pastga 6 ta implant qo'yildi. Yaxshi, choklar 10 kunga kelsam natija juda zo'r. To'g'ri, og'riqlar ozgina, u men yara bo'lgandagi oldingi 2 yil qiynalib yurganimda, ko'p yil qiynalib yurgandagi og'riqlar oldiga hech nima emasdi. O'tib ketdi, men ukol, dori ham qilganim yo'q. Oddiygina ibuklin, og'izlarimni doktor aytganlari kabi chayqab turdim. Xudoga ming qatla shukr. Hammasi osonlikcha 10 kunga to'liq bitdi. Doktor ham xursand bo'ldilar. Men ulardan juda ham minnatdorman. Doktor Farhod Usmonovdan, Nodirjondan. Keyin hammasi yaxshi natija bo'ldi. Vaqtinchalik tish qo'ydilar. Hozir juda ham xursandman-da. Xudoga ming qatla shukr. O'sha nima qildi bular qo'llari shunchalik gul ekan. Men hayronman. Yaralar umuman yo'q. Chunki bu bitmaydi deb menga shunaqa deyishgandi. Bu bitmaydi. Bitmaydi bu stomatit. Siz o'tkavergansiz. Xronический bo'lib ketgan. Ham antibiotik ola olmaysiz. Mikrob pishirganmisiz degan gaplar aytgandi. Umidim ko'proq uzilgandi, lekin YouTube'dan qidirib shu o'g'lim ham sababchi. Mingdan ming rahmat aytaman. Yuragim shu doktorga uribdi. Yana qaytib boramiz deb doktorga borgandan keyin yana keldik. Xudoga ming qatla shukr qilaman. Hozir o'zimga ishonmayman.
ishonmayman to'g'risi. Chunki ko'p doktorga 2 yil sarsonim chiqib davolanib berdim. Shunaqa qo'rqadiganlarga nima tavsiya qilgan bo'lasiz siz o'sha boshida? Kelinglar, to'g'risini aytaman. Hozir kimni ko'rsam aytyapman. O'zimning singillarim bor, opalarim, dugonlarim. Menikidek darajaga emas, lekin tishi yo'q-da hozir. Ko'rishga qo'rqaman, kimlardandir eshitdim, больницаga tushibdi, voy nima bo'lib turib. Bu hammasi bilmadim meni kimnidir organizm qanaqa bo'lsa, men hech qanaqa og'riq sezmadim. Og'riqlarni bu hech qanaqa og'riq hisobga kirmaydi. Avvalo xotin-qizlar undan ham katta og'riqlarga chidamliku, bardoshlik. Xursandman, osongina o'tib ketadi. Mumkin ichiga hech nima ko'rmaganday shuna o'zlari zarzab bo'lib ketarganda xursandman. Har kun to'g'risini aytsam, doktor, oynaga qarab o'zimga ishonmay, o'zimning tishlarim qabul qilgan. Sizlarga minnatdorman hammalaringizdan. Rahmat iloyim. Mana bemorimizning ham xolis fikrlarini o'zingiz eshitib ko'rdingiz. Ko'p holatlarda agar sizni ham agar mana shunday muammolar qiynayotgan bo'lsa, ya'ni ham shu syomniy protez taqib, saharni diabet fonida yoki boshqa shunga o'xshagan kasalliklar fonida bo'lib yurgan bo'lsangiz va aynan eng yomon tomoni sizga boshqa ko'p stomatologlar yo'q, buni iloji yo'q, mumkin emas deyotgan bo'lsa, unda biz sizga o'zingizni muammoingizni ishonchli, doimiy, to'g'ri, ya'ni ilmiy tadqiqotlarga asoslangan va eng muhimi natijali va ishonchli sizga sifatli xizmat ko'rsatadigan stomatolog, ya'ni o'zimizning xizmatlarimizni taklif qilamiz. Chunki bunday bemorlarni mana ko'rib tursa, juda ham o'zlari ham yaxshi fikrdalar. Shuni hisobiga agar sizda ham shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, sizga ham bir ishonchli va sifatli va ayniqsa mustahkam va uzoq xizmat qiladigan natija kerak bo'ladigan bo'lsa, unda mana shu videoni tagida biz havola qoldirganmiz. Mana shu havolaga siz o'zingiz ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, bizni menejerlarimiz siz bilan tez orada bog'lanishadi va sizga to'g'ri keladigan mos va xos bo'lgan davolash ijozasini, umuman konsultatsiya jarayoniga sizni taklif qilamiz.